pameti 256 talik bo'lishingiz mumkin. Shundan 208 hozir bo'sh ekan. Tepaga pastga suradigan bo'lsangiz, zoom bilan almashadi va bir marta bosishlar orqali u rasmga oladi. Papkalarimiz bor, papkaning ichida hatto bu yerda PUBG Mobile'da ham bizni muxlislarimiz, obunachilarimiz uchun o'rnatib berilgan ekan, o'zi оболочкаning ichida. Боже, это самое безумное, что мы когда-либо снимали. А за ним $500 000, которые он может выиграть, если пройдет 7 огненных. Bizning kanalimiz obunachilari shu telefonni yutib olishingiz mumkin. Buni shartlari shunaqa bo'ladiki, panorama syomka 1, 2, 3 zoomlarimiz hammasi ishlayapti. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan iPhone 16 Pro Max ning lyuks kopiyasini, birga bir kopiyasini olib kelganmiz. Uni sizlar bilan obzorini ko'rib chiqamiz. Kamerasi qanaqa ishlaydi, o'zi telefonni olishga arziydimi, yo'qmi, komplektida nimalar chiqadi va qanaqa imkoniyatlar borligini video davomida bilib olishingiz mumkin. Unda boshladik. Tak, korobkasini ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa muammosi yo'q, ya'ni lyuks kopiyami bu yoki originalmi? Bir qarashda, qo'lingizga olganingizda kichkina detallaridan bilib olishingiz qiyin. Bizda bu yerda yozibdiki, orqasiga iPhone 16 Pro Max, tak 1 terabaytli ekan. Adashmasam bu 2 sim kartali bo'lishi kerak. Endi unpackingni boshlaymiz. Iplari tekis yirtilyapti, ko'rsanglar, bir xillarda bo'ladiki, osilib, uzilib, bir narsa bo'lib qoladi. Hammasi tekis bo'lyapti, tak. Endi ochamiz. Xo'p. Bitta ko'rganda hech qanaqa farqini sezmaysiz. Og'irligi ham shu iPhone bilan почти bir xil qilingan. Yengil telefon emas. Kameralari hammasi o'zini joyida. Orqasi titan korpus. Bilsanglar, iPhone 16 da titan korpus bo'lgan. Hozirgi endi iPhone 17 lar alyumin bo'lib, sotuv turgan joyida даже videolarni qo'yib o'tamiz. Sotuv ofisini o'zida ekran orqalari qirilib ketgan joylarni ko'rishingiz mumkin. Ba'zi iPhone'lar eskilari yaxshi bo'lgan menimcha. Hop, qaytamiz telefonga. Umumiy hamma tarafidan ko'rishimiz mumkin. Hech qanaqa buni kopiya yoki bo'lmasam original emas telefon deb bo'lmaydi. Juda o'xshatib ishlangan. Endi ichini ishlashini ko'ramiz. Tak. Demak, ochsak bo'ladi. Oh, ana. Tak, telefonni oldin bitta komplektatsiyani ko'rib o'taylik. Komplektimizda bizda kabelimiz bor. Undan keyin skripkamiz. Oxirida shu iPhone o'zini ichidan chiqadigan qog'ozlar. Demak, bular bizga qiziq emas. Bularni korobkasi bilan hammasini chetga olib qo'yamiz. Telefonni o'zi bilan tanishishni boshlaymiz. Tak. Yoqamiz. Yonishlariga e'tibor beringlar. Hech qanaqa Android ikonkalar chiqib qolgani yo'q, Android sistemasi chiqib qolgani yo'q. Shu originaldagi iPhone olimasi chiqyapti. Negadir yonish vaqti ozgina cho'zilib ketdi. Hayronman. Xo'p, telefonimiz yondi. Sistema iOS. Qiziq. Sistema iOS-ku, lekin umumiy ko'rinish оболочка Androidga o'xshayapti. Kelaylik, blokdan chiqarib ishlatib ko'ramiz. Ekranni blokini ochdim. Blokdan ochganda shu hammamiz bilgan iPhone ekrani bizani kutyapti. Tepadagi kamera ostida joylashgan Dynamic Island ham bosganingizda sizga qanaqadir o'tkirlik beryapti vibratsiya bilan. Xo'p, glавный ekrandan unda boshlayveramiz bir chekkadan.
telefon kontakt kirib ko'ramiz. Ekran iOS platformasini ekranda beryapti bizga. Mana bu narsani ham chetga olib turamiz. Tak. Lekin ozgina shu animatsiyalarda bilinib qolyapti. Ekranga kirish, qaysidir prilojeniyega kirish, qaysidir chiqishda. Safari bizda. Safarimiz ishlayapti, hammasi yaxshi. SMS, сообщение. Bizda bu yerda muzika bor. Xo'p, настройкаga kirib, umumiy telefon haqida ma'lumot olamiz. Tak, основныйga o'tamiz. Устройство haqida. iPhone 18.3 versiya, model 16 Pro Max seriyalari. Xo'p, hozircha hammasi joyida. Telefonni pamyati 256 talik ko'rishingiz mumkin. Shundan 248 hozir bo'sh ekan. Va pastdagi bo'lsa har doim shu iCloud beradigan 5 GB joy. AirDropimiz bor, ishlayapti. NFC. Bizda parollarimiz. Tak. Umumiy olib aytganda telefondan qo'lingizga olganingizda bittada bilib olishingiz qiyin. Bu lyuks kopiyasimi yoki originalimi? Даже mana blokka tushirganimizda ekran ожидания ham mana ko'rishingiz mumkin. Bemalol ishlayapti. Tepadagi biz panel upravleniya ochib ko'ramiz. Mana. Bittada ochilyapti. Hech qanaqa qotmasdan ishlayapti. Bizda Wi-Fi, so'nggi tiqish, internet, modem, Bluetooth yoqib qo'yamiz. Hop, ekranni avtopоворотini o'chirish, yoqish. Spishkamiz ishlayapti. Tak, ovozni baland qilish, past qilish, ekran yarkost. Hammasi ishlayapti. Endi kameraga kirib, kamera ichidagi funksiyalarni o'rganishni boshlaymiz. Time lapse, замедленная съемка, video, foto, portretная съемка, panorama съемка 1, 2, 3. Zoomlarimiz hammasi ishlayapti. Buni hozir yana baribir ko'chaga chiqib, bemalol test qilib, video davomida o'sha rasmlarni sizlarga ko'rsatib boramiz. Yana bitta 16 larni o'zini ustunlik deymizmi yoki bo'lmasam boshqacha tarafi shundan iboratki, yonida bizda kamera kontrol bor. Ya'ni uni bosganda kameraga kirish kerak. Mana. Bosdik, kameraga kirdi. Yaqinlashtirmoqchi bo'lsak, ustiga aylantirganimizda o'zi yaqinlashtirish kerak. O'bla. Kamera kontrolni bilsanglar, tepaga pastga suradigan bo'lsanglar, zoom bilan almashadi va bir marta bosishinglar orqali u rasmga oladi. Hozircha hamma funksiyalar ishlayapti. Ekranda ham animatsiyalar paydo bo'lyapti mana. Ekranda animatsiyalarimiz paydo bo'lyapti o'ng tarafda. Juda yaxshi, to'g'risi. Bizda budilniklarimiz hammasi ishlayapti. Ikkinchi ekranda bizda kalkulyator, iWatch, fayllarimiz, papkalarimiz bor. Papkaning ichida hatto bu yerda PUBG Mobile'da ham bizni muxlislarimiz, obunachilarimiz uchun o'rnatib berilgan ekan, o'zi oblochkaning ichida. WhatsApp, Facebook, TikTok, YouTube. Tepada ikonkamiz paydo bo'ldi, ya'ni biz Wi-Fi ga ulandik. Umumiy video sifati, video qotadimi yo'qmi, ovozlarni tekshirib olish uchun biz Safari'dan YouTube ga kirib olamiz. Tak, YouTube ga kiramizda istalgan bitta videoni qo'yamiz.
Demak, bu yerga biz beast yozamiz. Uni istalgan bitta videosini qo'yib, undan oldin biz ekranni orientatsiyasini o'zgartirib olishimiz kerak, ya'ni ushbu funksiyani o'chirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Рискнешь сгореть заживо за $500 000? В двери огонь! Вся комната в огне! Боже, это самое безумное, что мы когда-либо снимали! А за ним $500 000, которые он может выиграть, если пройдет 7 огненных... Video qotmasdan ishlayapti. Ekranni sifati ham yomon emas. Hech qatdan blik berayotgani yo'q, qotayotgani yo'q video. Menimcha yaxshi ishlayapti. Mana YouTube'ga ham mana aylantirib o'tirsanglar bemalol ekran qotayotgani yo'q. Sifati ekran yo'qolmagan, hammasi joyida. Surnut qilib boramiz, chiqib ketishlarimiz mana hammasi ishlayapti. Blokka soldik, blokdan chiqardik mana. Hozircha telefon bo'yicha hech qanaqa muammo yo'q. Hozir ishlatib o'tirgan bo'lsak, shu vaqt ichida telefon qotib qolgani ham yo'q. Hech qaysi приложениyadan zboy berib chiqib ketgani ham yo'q. Umuman olib aytganda, bundan oldingi videoda ham biz iPhone 15 Pro Max obzorini ko'rsatgan edik. Bu ham yaxshi telefon edi. Mana endi 16 ni ham obzorini qilyapmiz. O'sha videoda bo'lgandek kabi bu videoda ham xuddi shunaqa shart bo'ladi. Ya'ni shu telefonni sizlar bizning kanalimiz obunachilari shu telefonni yutib olishingiz mumkin. Buni shartlari shunaqa bo'ladiki, komment ostida siz iPhone 11 chiqqan yilini so'zlar bilan yozishingiz kerak. Ya'ni 2001-yil chiqqan bo'lsa, siz 2001 deb sonlar bilan emas, 2001-yil deb yozishingiz kerak bo'ladi va o'sha kommentingiz tagida o'zingizni Telegram usernamingizga yozib qoldirasiz. Taxminan 10 kun, bir haftadan keyin biz o'sha komment yozganlar ichidan randomni bitta odamni tanlab olamiz va sovg'ani egasiga topshiramiz. O'ylaymanki, video sizlarga foydali bo'ldi. Telefon haqida barcha ma'lumotlarni oldinglar. Agarda kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon kimgadir yoqqan bo'lsa, bemalol konkursimizda qatnashib, ushbu telefonni yutib olishingiz mumkin. Video agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang.